Rahmat hammalariga qo'llab-quvvatlab turgan qozoq, o'zbek birodarlarimizga yaxshi ko'raman. Qirg'iziston hammasi Osiyo. Mana bu ko'zga qaranglar. Mana bu ko'z sizlarning ko'zlaringdan farqi emas. Mening ko'zim ham xuddi sizlarning ko'zlaringda. Rahmat, padishka qilib turgin, padishkani qilinglar. Stalki, shashaldingmi? Charchadingmi deyapti. Hozir qana. Ko'ramiz. Вообще Normal. Ya'ni bu ikkinchi jangim edi meni, nima desam bo'lar, birinchisida yengilganimcha, ikkinchisida juda ham xato qilishga ehtiyot bo'ldim. Baribir endi uchinchisida men boshqacha narsa ko'rsataman. Vobshicha bitta xatoni ham ko'rdingizlar boyna. Kurashda ketib qolishdan qo'rqdim. To'g'ri o'shancha ham stoykada yaxshi harakat qilib to'xtab. Chiroyli o'yin ko'rsatilmadim, lekin nasibsa yana aksida 6-o'yin kuni nasibsa Oktagon ligada kuchli jang ketadi. Inshaalloh u yerda nasibsa o'ylab ko'raman uni, inshaalloh chiqishga harakat qilaman agar uyga borib, bugun onamlar meni mazza qilib, oila to'g'risida davrasida mazza qilib o'tirayin. Undan keyin nasib qilsa Sulton akaga o'zim xabar beraman. Burusni mana shunaqa qo'yib, ya'ni Burusning filmlarini ko'p ko'rardim. Aytaylik, suv kabi bo'ling. Suv kabi o'shancha ham o'sha ba'zi bir zarbalarni berishga harakat qildim. 4-chi zarbamdan keyin qo'rqdim, unaqa zarba berishga raqibni moyib qo'ygim kelmadi. Raqib o'zi qorni og'riganini his qildim, o'shancha ulan birovning bolasi. Yo'q, umuman o'dar nimaligini istaganim yo'q. Prosta u kurashchi bola ekan. Men his qildim bu narsani. Chunki haqiqatan o'zim ham kurash bergan odamman, lekin mahkam ekan. Kurashga kirmadim. Chunki kurash kirganimda balki ta'sim qo'yardim. Bo'ynimda oldirib qo'yardim yo qo'limda. Ya'ni ota-onam sizlarga yaxshi ko'raman. Reza tasha etganlarga endi bitta-bittasi nasib qilsa endi qabul qilib olaveraman asta-asta. Bitta-bitta qabul qilib olaveraman. Kutib turaversin. Men bittasini qabul qildim, nasib yana bittasini asta-asta qabul qilib olaveraman. Revansh olishi niyatim bor. Hozircha tajriba olib turishim kerak. Uncha tajribam kamlik qilyapti baribir. Bunaqa agar shaklda kirsam, balki odamxona urib qo'yishim mumkin meni hozirgi vaqtda. Oktagonda zo'r ko'p. Endi hozir birovni aytsam, birov xafa bo'lib qolishi mumkin. Chunki bayislarimiz bor O'zbekistonning shunaqa chiroyli Amirxon aka, Dostonbek aka, Muhiddin aka, yana Shohasan aka bayislarimiz bor. Borlariga shukr hammasini. Saturum meni yonimda bo'lgani meni g'alabamga hissasini qo'shdi. Agar Saturum bo'lmaganda bilmadim bu g'alabani balki ololmasdim. Chunki menga motivatsiya berib har daqiqasida Tayson qo'lingni ko'tar, Tayson bunaqa, Tayson unaqa deb menga nima dedi? Saturum meni g'alabamga sababchi inson bo'ldi. Bu insonda nasib inshaalloh Qashqadaryo, Surxondaryoga borib mazza qilib o'tiramiz. O'shaga tandir olib beraman, yuksang degdim, tandir bor endi, 5 kilo tandir. Olib berasanmi? Olib ber.